Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizni Birlashgan Arab Eron hamda O'zbekiston davlat madhiyalari yangrab o'tdi qadrli do'stlar va barchasi endi o'yinni boshlashga shay holatga keltirilgan. Faqat bitta narsaga oydinlik kiritib olish kerak. Jamoalar sardorlari uchrashuv hakamlari bilan birgalikda kim o'yinni boshlashiga oydinlik kiritib olishimiz zarur. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Futbol bahslari davom etadi Sport hamda Futbol TV telekanallarida. Bosqichda musobaqada ishtirokchilarni to'xtatishlariga to'g'ri keldi. Lekin hech qisi yo'q qadrli do'stlar. Aslida mundialda ishtirok etishimizning o'zi juda katta yutuq, juda katta gap va nasib etsa biz keyingi safar yana ham kuchliroq bo'lib qaytamiz. Buning uchun bizda barcha narsa yetarli. Yurtimizda so'nggi paytlarda juda ham ko'plab hukumat darajasida qarorlar chiqarilmoqda va qavviy qulayliklarga ega bo'lgan Milliy futbol markazi va kuni kecha mamlakatimiz rahbari yangi Toshkentda yangi stadionning yana ham kuchliroq avlod bilan o'sha jahon chempionatiga borib, yana ham yaxshiroq natijalar bilan ishtirok etishimizga zamin yaratadi. Ha, xuddi shunday. Bundan tashqari o'sha Olimpiya shaharchasining qadri oslagani yana Eron bilan ro'baro kelyapmiz va yana finalda. Bir-birini juda yaxshi bilgan, bir-birini chuqur o'rgangan va oxirgi paytlarda juda ko'p to'qnash kelayotgan ikki terma jamoaning 3-o'yinini o'tkazmoqdamiz. Birinchisi Jahon chempionati saralash doirasida safardagi o'yin 2-0 hisobida g'alaba qozonayotgandik, 2-2 bo'lib qoldi. Keyin Kafa Cup'da biz 1-0 hisobida muvaffaqiyatga erishdik. Mana endi Align International Cup'da finalda Eronga qarshi bahsni boshladik. Xuddi shunday o'yin start oldi. Hozir mana bu tarkib nuqtai nazaridan bo'lsin, natijalar nuqtai nazaridan bo'lsin, bu yog'iga endi biz favoritga aylanib boryapmiz. Hozir mana bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Abduvohid Ne'matov atayin to'pga tegingani yo'q va futbol mamlakati sifatida e'tirof etilyapti. Jahon o'yinni davom ettira oladigandek emas. Eronga yutqazayotganimiz yo'q. Hatto yutgan o'yinlarimiz bu yerda penaltilar seriyasiga ko'ra muvaffaqiyatga erishib finalga chiqib keldi. Lekin iloji boricha ikkala tomon ham maydon markazini qo'lga olishga harakat qilmoqda, lekin katta tavakkal qilayotgani yo'q. Biz chap qanotda bo'shliqqa ega bo'lmoqdamiz, oldinga qarab yurmoqdamiz. Bu Abduqodir Husanov out ishlab oldi. Muhimi bu bermadi. Husanov ham universallashib boryapti. Manchester Cityda o'sha olib qo'yish mumkin. Olib qo'ydi Eldor, lekin eronlik futbolchiga yordam yetib keldi. Eldor Shomurodov zarbasi! Kutilmaganda kelib qoldi to'p, lekin yana zarba. Amrobekov. Keyingisi bormi? Oston. Mana endi o'yin ochilishni boshladi. Oston zarba. Hakamlar roqliroq o'tib tursin. Natija berdi. To'pni olib qo'yishda va kutilmagan zarba Bayronvan. Alirzo Beravand ham ancha mahoratli. Eldor Shomurodov o'ngga olmoqda. Bu yerda hujum davom etadi. Zarba. Ozgina noaniq. 18-daqiqa biz zarbcha faolmiz. Pressing ish beryapti. Biz raqibni erta qarshi olyapmiz va raqib jarima maydoniga Oston hozir ajoyib uzatma markaz bo'ylab keyingi harakatlar Eldor Shomurodov. Yana Oston. Qoida buzilmadimi? Yo'q deyapti hakam. Lekin tortib qolmadimikin? Lahza takroriy lavha ushlab qoldi-yu, lekin bu yetarli deb hisoblamadi hakam.
Mana bu takror lavha Eron vakillari himoyadan oldinga chiqish jarayoni yaxshi kombinatsiya o'ylab topishdi. Abduqodir Husanov esa o'z uslubida. Ton chiroyli o'tib ketdi. Farruh Sayfiyev tezlik katta unda. Nasrullayev. Albatta ratsioni juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni nima yeyapti, qanday oziqlanmoqda, qanday kaloriya beradi bu kuchga, quvvatga bu juda ham zarur narsa va bu borada ham terma jamoa G'ozabon to'pni uzoqlashtirishda qiynalyapti. Mana bu ajoyib pas. Shukurov. Otabek. Ikkinchi vaziyat. Otabekka o'xshab pas berdi, Hamrobek. Lekin Otabek o'ziga o'xshab zarbani amalga oshirgani yo'q. U yengilgina darvozabon ustidan to'pni tashlab qo'yishga berdi, to'pni o'yinga kiritishga. Yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Ne'matov Abduvohid zo'r chiqib keldi. Muammoli holatda Eron terma jamoasi. Shu bois ham terma jamoaga jalb etilmadi ular. To'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Bosh bilan berilgan zarba ozgina noaniq. Hujumi chap qanotdan Mehdi Tarimiy biroz o'ngroqqa uzatmani amalga oshirib berdi. Abduvohid to'pga chiqishda hozir nisbatan Solih Xardoniy ikkinchi qavatdagi kurash kimdan chiqib ketdi? Burchak zarbasiga ishora qildi hakam. Qo'l bilan o'ynaldi deb aytmoqda. Hakam Zovga uzatma. Eldor Shomurodov darvozabon oldiga chiqib ketgan. Shomurodov kutyapti sheriklarini. Oston bor. Oston menimcha sezmadi. Ustun Aliqulovda birinchi uzatma yaxshi. Va bu foydalansa bo'ladigan jihat. Burchakka ishora qilyaptimi? Qanot hakami tezda to'pni o'yinga kiritib yuborishdi eronliklar va to'p jarima maydonchida zarba. O'runov hamda Shomurodov pressingidan chiqib ketildi. Yo'l-yo'lakay qoida ham buzildi shekilli. Bo'ldi. Qo'shib bermadi. Ha, qadrli do'stlar, Eron hamda O'zbekiston birinchi taym tugadi. Align International Cup musobaqasi final bahsi. Teng kurashni kuzatdik. O'yin startida biz anchagina faol edik va zarba kombinatsiya. Iskandarov markazga tomon yuryapti. Mana endi Sayfiyevga pas yuqoridan darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yuborgandi va o'zi oldingi nuqtasida jarima maydoni ichida to'pni kutib turayotgani yo'q. Ter to'kyapti, u ham harakat qilmoqda. Bizda yangi murabbiy, boshqa masala, lekin hozir yangi murabbiy ko'z o'ngida hamma isbotlash kerak. Hamma isbotlash kerak, terma jamoaga munosib ekanligini va uzatmalarda ham, zarbalarda ham u xavfli. Bu safar qanday bo'ladi? Yaxshi, xavfli uzatmani amalga oshirib berdi himoyachilar. Penalti degani emas. Rustam Ashurmatovga ko'zingiz tushgan bo'lsa, qandaydir istehzo bilan, mana bu kerak emas. Va Abduqodir Husanov hakamning qarorini ko'rsat, hakamning qarori qizil kartochka. Abduqodir Husanovga qizil ko'rsatyapti. Uchrashuv boshqa. Sherigining xatosini to'g'rilayman deb shu holatga tushib qoldi. Bu Abdulla Abdullayevning to'p uzatishi edi. Abdulla Abdullayev sal kuchliroq tarzda yetkazish kerak edi. Hamda eronlik futbolchi to'pga birinchi bellardan tushib qoldi. Mana shu yerda sal sustroq, sekinroq pas berib qo'ydi-da. Bunga ulgurish uchun tashlanishiga to'g'ri keldi Abduqodir. Uzatmalar Saman G'addos o'ng tomonga keyingi pas, havodagi kurash va noaniq zarba. Ochgandi Hojimat Erkinov. Abbosbek Fayzullayev va Hojimat Erkinovlar gol urishgan. Hozir uzun pas amalga oshirib berilyapti. Ne'matov yo'nalishni yopib bordi. Kushki Iskandarovdan o'tib Kushki ichkariga kirib boryapti. To'xtatish kerak, shu yerda to'xtatish kerak va qaytarib yubordik. Hujum davom etadi Eronda. Yaxshi. Nasrullayev oxirigacha borish zarur. Yana hujum davom etyapti eronliklarda. Bu foul. Bo'ldi. Hujumda faol daqiqa. Hozir uzoqdan zarba yo'llandi. Abduvohid Ne'matov birinchi bor uni, chunki oxirgi hujumda aynan u vaziyat mana shu lahza qahramoniga aylandi. Birinchi taymga mutlaqo vaqt qo'shilmaganda hozir yuqoridan uzatilgan to'p, ana aytgandek ikkinchi qavatda kurashlar bo'ladi va mana shu ikkinchi qavatda hozir burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Milliy terma jamoa
Abduvohid Ne'matov to'pni o'yinga kiritdi, outga ham chiqarib yuboryapti. Eronliklar shoshilishmoqda tabiiyki. Bo'ldi, hakam hushtak chaldi. Uchrashuv asosiy vaqti o'z nihoyasiga yetyapti. 0-0 hisobi qo'yil qolish kerak. Baribir bir kishi kam bo'lgan holatda mana shu natijani bo'lganda biz bu musobaqa g'olib edik. Ya'ni bitta g'alaba, bitta durang bo'lyapti. Qolgan barcha uchrashuvlar durang natija bilan yakun topyapti. Balkim o'yindan oldin mashg'ulot matbuot anjumanlarida savol ham berilgan, aynan penaltilar masalasida. O'sha bir nechta penaltilarimiz amalga oshirilmagan paytda penaltilarga mamlakatning bosh terma jamoasi g'alaba qozonishini istaydi. Hamma shuni xohlaydi, lekin penaltilar seriyasi olishlari va keyinchalik o'sha tajribani terma jamoamizga kirib kelgan holatda qo'llashlari. Mana shunisi eng natijaga u qadar ahamiyat berishmaydi. Muhimi o'sha yerda bo'lish, ishtirok etish. Ha, o'zi o'tgan natijalar Misrdek jamoani o'tgan o'yinda mag'lub etishimiz. Omer Nurafkonga bu ham muhim. Hushtak chalindi, ruxsat berildi. Chiziqqa turib oldi Abduvohid. Nurafkon chap oyoqda zarba beryapti. Topganda yo'nalishni topdi. Men qaytardi deb o'yladim. Chunki ovoz ham keldi-da o'sha qo'lga tekkanligi. Ammo tan olish kerak, zarba kuchlilik qildi. Terma jamoamiz yetakchisi Sardori Eldor Shomurodov boshlaydi bizda penaltilar seriyasini. Eldor to'pni o'rnatyapti, Alirizo Beranvan. Yaqindagi Bashikshahir safida 90+ daqiqada gol urib, penaltidan jamoasiga muhim ochkolarni keltirgandi. Ruhiyati ajoyib darajada. Hozir ham uradi mana shu zarbani, golga aylantiradi Eldor. To'pga yaqinlashyapti. Zarbani amalga oshirdi, aldadi. Bu ham darvozabonlarda bor narsa. Demak, Gorbani va Abduvohid markazga debdi bu safar. Eronlik o'yinchi Muhammad Gorbani o'ng tomonni ko'rsatdi Iskandarovga. Chalg'itishga urinyapti. Hozir qaytardi Beran. Muhaybib qaytardi. Abduvohid Ne'matov. O'zi ham yaxshi biladi bu kerakligini. Bu safar ham aldadi darvozabon. Xuddi Eldor Shomga qarab turgan holati bor, shunga o'xshaydi. Abduvohid qanaydir shu yerda ham yutib olish muhim. Demak, zarba yo'llandi. Bu safar penalti orqali ular bir-birini yaxshi bilishadi. Ashurmatov, Beranvand. Zarbasi aniq. Juda ham aniq. Milad Muhammadiyev, Abduvohid Ne'matov. Milad zarbani amalga oshiradi. Ne'matov qaytardi. Qaytarish tuguri mahkam ushlab oldi. Bilan o'ynashga harakat qilish bizda bu narsa muvaffaqiyatli chiqdi. Ammo eronlik futbolchi emas, Akmal Mazgavoy. Ha, shuning uchun ham Abduvohid bir hazillashib oldi. Ular do'stlar, ular jamoadoshlar sobiq va endi Akmal Mazgavoy hal qiladigan palla so'nggi zarba bo'lishi mumkin. Urinishni amalga oshiryapti. Zarba gol! Bo'ldi. G'alaba. Yutdik. Eron terma jamoasini yana mag'lub etyapmiz. Ketma-ket ikkinchi kim. Biz bu o'yinning anchagina qismida 10 kishi bo'lib o'ynadik, seriyaga yetib keldik va mana bu g'alabani qo'lga kirityapmiz. O'ynadi, o'yinning boshidan oxiriga qadar, lekin darvozamizni ishg'ol eta olgani yo'q. Bu juda ham muhim narsa, juda ham muhim faktor. Chunki Eron darajasidagi jamoalar odatda bunaqa holatlarni qo'ldan chiqarib yuborishmaydi. O'tgandek avvalroq boshlangan to'lqin oxirgi 2 yilda natijalar yuzaga kelishni boshladi. Biz mevasini olishni boshladik va mana shunday turnirlarga bizni taklif etishyapti. Biz g'olib ham bo'lamiz. Va bu g'alabalarimiz davomli bo'lishiga barchamiz ishonamiz. Tabriklaymiz mana shu yutuq bilan barchani muxlislarni, futbolchilarimizni. Line Cup musobaqasi, Cafe Nations Cup musobaqasidan so'ng endi xalqaro maydonga, ya'ni boshqa mamlakatga borib bu yerdagi turnirni ham
g'olib sifatida yakunlayapmiz. Bu yangi bosh murabbiy uchun ham o'ta muhim jihat.